Qachon inson bir narsadan voz kecha oladi, bir ishdan voz kecha oladi, bir odatdan voz kecha oladi yoki bir ishni qilishga odatlanadi desa, qachon bir ishni qilishingiz natijasida juda ham katta uqubat sizni kutib turganini bilsangiz, siz shu ishdan voz kecha olasiz. Ungacha voz kecha olmaysiz. Bir yomon ishga odatlangan yoki dunyoni bir lazzatidan yoki nafsiga yoqadigan bir buzuqlikdan voz kecha olmayotgan odam shu ishni qilish natijasida juda ham katta uqubatga yoki shu ishni qilmaslik natijasida undan ham ko'ra afzalroq va bundan ham ko'ra lazzatliroq narsa bor ekanligini aniq bilsa, keyin voz kechadi. Ungacha voz kechmaydi. Любой yosh boladan ham bitta narsadan voz kechirmoqchi bo'lsangiz, undan ham yaxshirog'ini va'da qilishingiz kerak. Yoki bir ishni qilish natijasida yomon narsa bo'lishini bildirishingiz kerakki, undan voz kechadi. Ya'ni hayotimizda hamma narsa shunaqa. Bizdagi muammo nima desa, bizdagi muammo aniq bilmaslikda. Agar aniq bilganingizda edi, siz uchun shak shubhasiz bo'lganda edi, bir ishni qilish natijasida uqubatga borishingiz, albatta o'ch chiqmaysiz. Albatta men ahmoqmanmi deysiz. Masalan, siz tepa etajga chiqib o'zingiz tashamaysiz pastga. Jinnimanmi deysiz, pastga tashasam o'laman deysiz, yo yonib turgan pajar bo'layotgan uyga kirib bormaysiz. Nimaga kirib bormaysiz desa, chunki pajar bo'layotgan uyda siz ham qo'shilib yonib ketishingizni bilasiz. Ya'ni inson ishining natijasi nimaga olib borishiga qarab qo'yish kerak va shu ishni qilish natijasida yoki qilmaslik natijasida nima kutib turgan ekanligini aniq bilish kerak. Shundagina u insonning amallari tartiblanadi. Bo'lmasam tartibsiz bo'lib qoladi. Chunki u bilmaydiki, uni qilish yoki qilmaslik natijasida nima kutib turganligini. U bir buzuq lazzatdan voz kechmaydi, qachonki undan afzalroq bir lazzat borligini bilmaguncha. Qachonki bir yomon ishdan inson voz kechmaydi, qachonki uni oxirida bir yomon uqubat uni kutib turganligini aniq ko'rmaguncha. Demak, inson har bitta qilayotgan ishining natijasi nimaga olib borishini, bir ishni qilish natijasida nimaga ega bo'lishini e'tiborni qilish kerak. Bo'lmasam hayoti tartibsiz, doim aytadigandek hayvon darajasiga tushib yashab o'tib ketaveradi.